Instagramda blogimni yuritsam, o'xshaymikin, o'xshamasmikin degan savolingiz bo'layotgan bo'lsa, hozir sanab beradigan xislatlarim, qobiliyatlarim sizda bo'lsa, katta ehtimol bilan bu ish sizda juda ham zo'r o'xshaydi. Bu gaplarni men 500 dan oshiq soha egalari va tadbirkorlarga dars bergan mentor va 50 dan oshiq insonga shaxsiy brendini rivojlantirishga yordam bergan spetsialist sifatida sizga aytaman. Birinchisi, e'tibor markazida bo'lishi, yaxshi ko'rish. Odamlar sizni eshitishini, sizga qarashini, sizga fikr bildirishini, siz xohlasangiz shu narsaga ehtiyojingiz borligini sezsangiz, Instagramingiz katta ehtimol bilan yaxshi ketadi. Ikkinchisi, hammadan boshqacha fikrlash. Aytaylik, hamma bu yo'ldan ketish to'g'ri deb o'ylaydi, lekin siz o'zingizning yo'lingiz bor va mana shu yo'ldan yurishi to'g'ri deb o'ylaysiz va fikrlashingiz noodatiy bo'lsa, bu ham sizni juda katta fishkangizdan biri bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, odamlarni ilhomlantirish qobiliyati. Bu narsa tabiiy. Kimdirga gapirib ruhlantira olishingizni sezsangiz, kimnidir ilhomlantira olishingizni sezsangiz, ichingizda shunaqa qobiliyat borligini his qilsangiz, Instagram sizning joyingiz. Sizda shu xislatlardan qaysidir biri bor deb o'ylasangiz, videoga like bosib, shu xislatlari bor yaqinlaringizga tashlab qo'ying.